Assalomu alaykum, kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan juda ham kam xarj va doimiy hammada o'xshab chiqadigan, katta oilalar uchun mos keladigan keks tayyorlaymiz. Idishimizga tuxumimizni chaqib solib olamiz. Ketidan shakar solib, uni yaxshilab venchik yordamida shakarini eriguncha aralashtirib olamiz. Mikser qilishingiz ham shart emas. Bittagina venchik bilan shunaqa chiroyli keks tayyorlasa ham bo'ladi. Duxovkamizni past qilib yoqib qo'yamiz. Venchik yordamida yaxshilab tuxumimiz bilan shakarimizni aralashtirib olamiz. Iloji boricha shakarimiz mayda shakar bo'lsa va yaxshilab erib ketsa, yanada chiroyli bo'lib chiqadi. Yaxshilab aralashtirib olamiz va qatig'imizga, ya'ni kefirga, qatig'imiz o'sha kefirga ichimlik sodasini solib aralashtirib qo'yamiz. Bir chekkaga qo'yib turasizlar. Miqdorini hammasini albatta yozib qoldiraman. Bir chimdim tuz solib olamiz tuxumli massamizga. Agar bo'lsa, vanilin bir chimdim solsangiz bo'ladi. Men solmadim. Yog', o'simlik yog'i o'lchab olingan, uni ham qo'shib olamiz. Aralashtiramiz venchikda. Har bitta mahsulot solinganda albatta aralashtirish esingizdan chiqmasin. Aralashtirib, endi qatig'imizni men ikkiga bo'lib solib olgandim. Mana yarmini soldim, yana qolgan yarmini solib, yana yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Aralashtirib, endi oxirgi etapimiz unimizni elakka solib olib, unga razrxetel solib, elab birdaniga hammasini qo'shmaysizlar. Yozilgan unni oldin yarmini solib, massani ko'rasizlar aralashtirib, hamma un har xil. Bitta aralashtirib ko'rasizlar. Quyi suyuqligi videodagi ko'rinishga kelganda un solishni to'xtatasizlar. Menda deyarli 400 grammli un ketdi. Yana sizlar ko'rasizlar. Mana aralashtirib oldik. Juda suyuq ham bo'lmaydi, ham quyuq ham bo'lmaydi. O'rtacha, lekin quyganingizda bundoq tushadigan bo'lishi kerak. Mana aralashtirib oldik. Massamiz tayyor. Duxovkamiz qizib turibdi. Endi chuqurroq pechimizni yoki gazimizni listini olamiz. Mana ko'rinish shunaqa bo'ladi. O'zingizlarga, tabiiylarga ko'ra saryog' yoki margarin bilan listimizni yaxshilab yog'lab olamiz. Umuman yopishmasdan juda ham chiroyli bo'lib chiqadi, xudo xolisa. Mana shu ko'rinishda hamma yog'ini chetlari bilan shunaqa sal cheti chiqqanroq list bo'lsa yanada yaxshi. O'zingizlarga ham, kesishingizga ham qulay bo'ladi. Massamizni solamiz. Katta, barakali, choylar bilan ichadigan, ayni yozga mos. Har doim ham qilsanglar bo'ladi. Tez tayyor bo'ladigan, o'xshab chiqadigan keks bo'lib chiqadi, xudo xolisa. Mana solib oldik. Chiroyli qilib tekislab, bitta-ikkita listni sal tekislab urib yuborasizlar. Duxovkamizga, qizib turgan duxovkamizga 160-170 gradusga tillarang bo'lib, chiroyli bo'lib qizargungacha qo'yamiz. Qarab turasizlar, o'zi pishganda. Xohlasanglar, kichkina cho'p yordamida ham tekshirib ko'ringlar. Shpashka yordamida o'zimda ushlab ko'rsanglar ham, o'zi ustini bosib ko'rsanglar ham bilinadi. Chiroyli bo'lib chiqadi. Mana shunaqa ko'rinishda tillarang bo'lib 35-40-45 minut davomida pishadi. Hammada har xil, yana qarab turasizlar. Sal sovigandan keyin, bu yoqda sovutganingizdan keyin o'zingizlarga xohlagan ko'rinishda kesib, choy bilan bemalol dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Mana yumshoq, shunaqangi yumshoq, kesilishi ham oson, tagiga ham yopishmaydi. Oralari ham juda ham chiroyli chiqadi, yumshoqqina bo'lib. Mana pishganini qaranglar, yumshoqqina. Albatta tayyorlab ko'ringlar, obuna bo'lishni unutmanglar.